Ovozi biram yoqimsiz-ey. Inson aynan mana shunday noxush tovushlardan kasallanishi mumkinligini bilarmidingiz? Umrimizni baland tembrdagi baqir-chaqir ovozlar yeb yuborayotganidan xabaringiz bormi? Masalan, kundalik yumushlarimizni tez-tez ishlatadiganimiz chang yutgichning guvillashi asabimiz buzilishiga sabab bo'ladi. Soatim o'tmadi. Ishxonada boshliqdan qattiq gap eshitish esa yurak xurujiga olib keladi. Ishdan uyga qaytishda jamoat transportlaridagi gurung ham ba'zida og'irlik qiladi. Endi mana bu konserva qutining ichida har kuni soatlab yuradiganlarning ahvolini tasavvur qilavering. Oiladagi janjallar, ko'chalardagi kelishmovchiliklar, yo'llardagi asabbuzarliklar mana shu savilning kuzovidan o'tib, yurakka o'qdek qadaladigan taqir-tuqurning aks sadosi aslida. Yangi mashinaga diska taqamiz, oynalarni tonirovka qildiramiz, Mers ruli, Malibu barini o'rnatamiz, ammo tinch osoyishtaligimiz kafolati bo'lgan shumkaga kelganda menga nega bunchalik og'ir bosqiqsiz, muammolarga mutlaqo parvo qilmaysiz-a deyshadi. Buning boisi men qariyb 10 yildan beri shumkasiz mashina haydamayman. Shumka.uz avtomobilingizni professionallarga ishonib topshiring.